Siz haftasiga 1 kilogrammdan oz olmaysiz. Agar olma sirkasini oddiy suvga qo'shib ichsangiz, oddiy suvdan ko'ra olma sirkasini ko'k choyga qo'shib ichish sizga yaxshiroq effekt beradi. Ya'ni uni ichish tamoyilini o'zim tushuntiraman. Ertalab uyg'onamiz, 1 stakan oddiy iliqdan isiqroq bo'lgan suv ichamiz. Uni ketidan esa iliq haroratdagi 200 gram ko'k choyni olamiz, 1 choy qoshiq olma sirkasi aralashtiramiz. 20 daqiqa davomida ho'plab ichamiz. Keyin esa albatta nonushta qilish kerak. Mana shu usulni bir hafta takrorlasangiz, sizni qotib qolgan vazningiz tez yurishi, agar ozishni endi boshlayotgan bo'lsangiz, shu usul orqali 1,5-2 kilogrammgacha ozishingiz mumkin. Agar siz davomiy ozmoqchi bo'lsangiz, men sizni nafaqat ozdiraman, balki ozganingiz uchun avtomobilni, ya'ni Gentrani tayyorlab qo'yganman. Bu Gentra bitta emas, naq ikkita. Endi ozganingiz uchun mendan avtomobillarni olishga tayyor turing. Agar siz meni professional marafonimda qatnashmoqchi bo'lsangiz, sizga noyob retseptlar orqali tez vazn sirlarini o'rgatmoqchi bo'lsam, hoziroq videoga like bosib, kommentariyada Gentra so'zini yozib qoldiring. Sizga to'liq ma'lumotni va ozish sirlarini o'zim jo'natib qo'yaman.